Quyoshga munosabatlik 8 chong haqiqat. Birinchi, quyoshmi o'ladi. Quyosh bo'lsa bir seriq pakar yulduz bo'lib, boshqa ko'p sondagi yulduzlarga o'xshash uning umri bo'ladi. Quyoshning umri taxminan 10 milliard yil atrofida. Bugungi quyosh taxminan 4 milliard 600 million yoshga kirib bo'ldi. Bu quyoshning allaqachon umrining yarmini minib tugatganligidan darak berdi. U kelgusi 5 milliard yildan keyin o'chib qolib, o'zining turg'un yulduz hayotini oxirlashtirishi hamda bir o'chgan yulduzga aylanishi mumkin. Ikkinchi, quyosh butun olamdagi turg'un yulduzlar ichida cho'ng emas, kichik emas. Biz hozirgacha bilgan asosiy yulduzlar qatorida yana qizil pakar yulduz, ko'k pakar yulduz qatorliq turg'un yulduzlar mavjud. Bu turg'un yulduzlarning cho'ng kichikligiga o'xshamaganlikdan ularning umrining oxirlashidami osmon zimin farq mavjud. Uchinchi, quyoshning holati suyuq va qattiq holat emas, gaz holat emas, balki u plazma holatga tava. Plazma holat bo'lsa, butun olamda eng keng mavjud bo'lgan modda holati. To'rtinchi, quyosh atmosferasining eng sirtqi qavitidagi quyosh tojining temperaturasi 1 million Selsiya gradusga yetadi. Lekin quyosh sirtqi yuzining temperaturasi faqat 5500 Selsiya gradus atrofida. Ya'ni shundoq deyishga bo'ladiki, quyosh atmosferasi sirtqi qavitining temperaturasi quyosh yuzi temperaturasining 200 ga yetadi. 5. Quyoshmi shamol purkaydi. Lekin quyosh purkaydigan shamol gaz yaqim emas, balki bir xil ovoz suratidan halqagan plazma ilib yurgan elektr zarracha yaqimi. Shamol surati sekundiga hatto 800 kilometrga yetadi. Bu zarrachalar yaqimi bizning yer sharining atmosfera qavitiga hujum qiladi hamda yer shari aloqasining uzilib qolishini keltirib chiqaradi. 6. Quyoshmi orbitalik aylanadi. Oy shari yer sharini cho'ridab aylanadi, yer sharimi quyoshni cho'ridab aylanadi. Quyoshmi Samanyol sistemasining markazini cho'ridab aylanadi. Uning orbitalik aylanish davri taxminan 270 million yil. 7. Quyosh hozir bargancha yo'g'onayotadi, temperaturasimi bargancha o'rlayotadi. Quyosh kelgusida bir dona g'oyat zo'r qizil yulduzga aylanadi. Oxirida u Merkuriy, Venera hamda yer shari qatorliq sayyoralarni yutib oladi. 8. Quyoshning o'xshamagan qismlari o'xshamagan suratda harakat qiladi. Quyosh bo'lsa bir g'oyat zo'r plazma jism. Shu sababdan quyoshning o'xshamagan qismlari o'xshamagan suratda harakat etib boradi. Quyoshning ekvator qismi rayoni taxminan har 25 kunda bir qatam aylanishni tamomlaydi. Ikki qutbining aylanishiga bo'lsa 36 kun vaqt ketadi. Quyosh ikki qismining aylanishiga taxminan 27 kun ketadi. Bo'ldi. Bu qatimliq mazmun oxirlashdi.